bir olsak bayatın degandek inak bo'lsak biz beşimizga qanday qismat kelsin nemish kerakli har qachon baxtiyorimiz qarindoshlar. Shunga bir olayli, inak olayli, ittifoq olayli, do'st olayli. Bir-birimizga muhabbat beraylik. Hamda yana bir parcha xat bor. Assalomu alaykum. O'zimning san'atga va san'atchilarga bo'lgan ba'zi ko'z qarashlarimni siz bilan o'rtoqlashmoqchiman. Hammamizga ma'lum, eng qadimiy bo'lgan Uyg'ur xalqi azaldan azal san'atxumor, hissiyotlik, aqlli bir isil xalq. Bizning endi oyga chiqqan umoq bolalarimizdan tortib, oq soqol, oppoq sochliq buvay mo'maylarimizgacha san'atni yaxshi ko'rdi. San'atdan huzur ololaydi. Men bir Uyg'ur bo'lganligim uchun albatta san'atdan ko'nglim yayraydi. Shunday bo'lg'achqa san'atga va san'atchilarga bak diqqat qilaman. Televizorni ochsam, san'at programmalarini izlayman. Biroq hozir qo'yilayotgan programmalarimizdan ma'naviy usullig'im hozir qonmayotdi. Sahnalarda o'ynalayotgan bir qism usullar nima uchun to'y-to'kimda o'ynaladigan usullardek hissiyotlik, qizg'in, mardona yetishlik emas deyman. Ba'zi usullar usullik emas, mushtlishga o'xshab kelyapti. Bu artistlar qancha kuchigan sari usulimizdan shuncha jiroqlashib ketyapti. Usul o'ynab etib, qir odamlar molli qotadi dedi. Adablik, axloqlik, sharmiy hayolik, isil madaniyatlik, ulug' bir xalqning obrazini yaratayotgan erkak artistlarimiz dunyoning onasi bo'lgan pok diyonatlik ayollarning obrazini yaratayotgan qiz artistlarimizni birdan quchog'iga o'ltirg'izib olsa, birdan tag'a ko'tarib olgandek do'lisiga ilib oladi ekan. San'at turmushdan keladi. Turmush chilliqdan ayrilgan san'at emas. Nerede bizning xalqimizda kollektiv oldi ba'slashib, oldidagi qizlarni quchoqlab, tag'a jutgandek jutib yuradigan qiliqsiz odat bor. O yerda bo'ladigan qiliqlarni saniga elib chiqishning qilchilik ahamiyati yo'q. Har ishning o'rni bor emasmi? Rost gap qilsam, men hozir xotirjam televizor ocholmaydigan bo'lib qoldim. Televizorni açıp kino ko'ray desangiz, sap deylik chet ellikning qalin kinolari. O'zimizning naqsh usulini ko'ray desangiz, texi. Bir kuni bir plastinkini elib qo'ydim. Bu plastinkada uchtisiga qo'ltiq, kimdiklari echilib turadigan jaldur jildir lakpitini kiyim deb ustiga ortib olgan bir qizni qip-qizil kiyim bilan gullik ütü kiyib olgan, yo'g'on tumoqliq bir adash mikyonni bozgan xo'rozdek bozlab yuribdi. Qarsam ular bir-biriga qarab suyini chachqin turishdi. Elik adash tumoqlay, qishqilay demay, elik qizga ming xil noriz karishma qilib, qizning oldi tizlang'in to'di. Elik qiz xuddi jin tasqab qo'ygan saranglardek sochlarini cho'p, oldi tizinib turgan elik yo'g'on tomog'ining atrofini qushlardek cho'gilgin to'di. Yo'g'on tomog'ining bo'g'risi tutgan bo'lsa kerak, elik sarangni dulusi elib, u yon taqlab peqirgin to'di. Neçe ming odamning oldida elik oq tomog'ining bo'yniga minib olgan dop yuzni qo'qib ketarmikin desam, nima degani? U kalashdek yeyib, tomosha bilan qo'sh etib, bo'yin o'ynatib turibdi. Yana bir gap. Televizor sahnalarda chiqadigan ba'zi ayol naqshchilar nimishqa uyg'urcha kiyim kiymaydi deyman. O'qiyotgan satda xalqim, onam, dehqinim, millatim degan gap. Ammo shu gapni deb naqsh o'qigan chog'dagi kiygan kiyimi dal oshi millatining, xalqining, ota-onasining g'azabini keltirgan kiyimlar tursa, uning naqshi alning xulqi xo'shaqama. Ba'zi naqshchilar kalashdek yeyib turib, alvida ana deb naqsh qo'ydi dedi. 70-80 yaşlık appak sakallık buvaylar nevrisi kızlar kaş etip dollarını dik etip sakal taraf düzgen. Elik kızımı çoğunda destek elik adamını keri köymey buyum taşlap düzgen.
Şuna televizorda birer sanat kechiligi bo'lib qolsa, xalq naqshlarini, muqomlarni, ba'zi bir oz sonli ijodkorlarningki naqshini izlaymiz. Bizning muqomlarimiz, xalq naqshlarimiz nima degan yaqinlik, nima degan go'zal ha? Odamning anglagan sir anglag'isi keladi. Hozir cho'lponlar bas e'lon chiqyapsizlar. Chiqsanglarmi, chiqinglar. Ammo sizlar danglayotgan mahsulot ras isil bo'lsa danglanglar. Pulni ko'p berdi deb yolg'on, saxtamonlarni, harom narsalarni danglamanglar. Yolg'on guvohlik berishning eng cho'ng gunoh ekanligini esinglardan chiqarib qo'ymanglar. San'at suyar xalqimizni san'atdan bezor qilib yetib qolgan yana bir ahvol bor. U bo'lsa-mu, mush restoranlarda bo'layotgan to'ylardagi naqsh muzikaning qattiq ovozi. Xalqimiz azaldan azal to'y to'ykunlarini nag'ma navosiz qilgan emas. Bu bizning intayin isil an'anaviy to'y madaniyatimiz albatta. Biroq hozir to'ylarga borsak, naqsh muzikaning dahshatli qattiq ovozidan to'yga saqmagan odam chiqqanda yarim sarang ulab chiqadi. Ovozining qattiqligidan hatto isil muqomlarimiz bilan yekishlik xalq naqshlarimizni qulqimizga xuddi ziqtiqqandek azoblik kirdi. Bir odam bilan bir odam paranglashib mumkin emas. Erlar yerim deldish bo'lib quloq paqtitga bilib o'ltirganda ayollarning yerimidan ko'proq sarang bo'lib, onam sen yo'q degan paydiga tans o'ynab olamni ma'lum qilishadi. Restoranga kirsangiz qiyomat qoyim bo'layotgandek ovozlarni anglaysiz. Mundaq bo'larsa, xalq Tangrining insonlarga ato qilgan eng isil ruhiy ne'matlardan bo'lgan san'atdan bezor bo'lib ketadi. Shunga san'atning haqiqiy mohiyatini tushunmaydigan g'ayri san'atchilarning g'ayri san'atlariga sahna bermasliginglar kerak. San'atning haqiqiy maqsadi haqni kuylashdir. Qisqasi, haqni kuylash san'atning bosh temasi bo'lgandilar, o'zinglarning insonni xo'sh qilishdan iborat sharafli burchinglarni ado qila olasizlar. Xalq haqiqiy san'atga tashnadir. Ortiq gap qilib qo'ygan bo'lsam, meni afv qilasiz. Ras demismi mush xatga avvallar ras banda. Demak, bor. Meningmi o'zimningki san'atga bo'lgan o'zimning bir qarishi bor. Shuni bir qo'shiq bilan naqsh qilib ijod qilib qo'ygandim. Shu naqshamni sizlarga o'qib beray. San'atkor san'atkor Shakiringlar san'atkor 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 Shakiringlar san'atkor San'at haqning quroli san'atga al-madadkor San'at haqning quroli san'atga al-madadkor
sanat degendir sanat degen hak sanat degendir sanat degendir doyu hakkını insanın sanat bilen ağuyu hakkını insanın sanat bilen ağuyu bulmak olsan sevmetkar haklı maksat kılgı bulmak olsan sevmetkar haklı maksat kılgı yakşılanı hoş gelip yaman yaklat delgı yakşılanı hoş gelip yaman yaklat delgı Ey senetkar senetkar hak suami bulayım Ey senetkar senetkar hak suami bulayım hakkı küylep hak için anni razı kılayım hakkı küylep hak için anni razı kılayım Ya tingkat ustazım dostum. Rahmet olsun. Rahmet. Aday, O. köpeci doktorun güzel. Ha. Bunlar geldim bak. Ha. Ben nimem ne diyeyim sana? Sen kavunu da. Kavunu da.